Assalomu alaykum akalar, tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Xudo xohlasa bugun sizlarga va'da qilgan strategiyamni o'rgataman. Strategiya nimadan iborat? Strategiya numerologik vibratsion raqamlar orqali bozorda support va resistance zonalarni oldindan aniqlashni o'rgatadi. Xudo xohlasa hozir darslik davomida uni podrobniy tushuntirib o'taman. Xo'p, bizga mana ekranda hozir chizib qo'yganman numerologik vibratsion raqamlarni. Buni iloji bo'lsa o'zingizlar uchun screenshot qilsanglar yana ham yaxshi bo'lardi. Xo'p. Buni chetroqga surib qo'yamiz. Iloji bo'lsa screenshot qo'linglar. Bu strategiyamizda ключевой raqamlar desak ham bo'ladi buni. Xo'p, buni qo'yib olamiz. Xo'p, endi strategiyani nimadan boshlaymiz? Bizga birinchi o'rinda любой globalniy high yoki low kerak bo'ladi. Support yoki resistance zonalarni topishimiz uchun. Hop. Globalniy low zonani olamiz. Hop. Globalniy low zona. Misol uchun mana bu low zonani olamiz. Hop. Lowni olamiz. Hop. Endi bizga buni lowni narxi kerak bo'ladi 3248. Endi kalkulyatorni ochib olasizlar o'rtoqlar. 3248 bilan hozir hisob kitobini qilamiz buni. Buni hisob kitobi oson, sodda ko'rinishi mumkin, lekin bozorda ishlab berish protsenti 90-95%. Hozir uni ham darslik davomida zonalarni chiqazamiz. Qanaqa обработка bo'layotganini, qanaqa обработка bo'lganini ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, bo'lmasam boshladik zonalarni chizishni. 3248 buni nima qilamiz? Kalkulyatorga yozamiz. 3248 qo'shilgan, mana bu yoqda raqamlar turibdi, ko'rayotgan bo'lsanglar, 8 ni qo'shamiz. 3248 qo'shilgan 8. Xo'p. 3256. Liniyani olamiz, qo'yamiz. 3248 qo'shilgan 8, 3256 yozamiz. 3256. Hop. Buni qo'ya olamiz. Endi ikkinchi yozadigan raqamimiz, qo'shadigan raqamimiz lowga 3248 ga 10 ni qo'shamiz. 3248 qo'shilgan 10 3258. Buni ham qo'ya olamiz ekranga. 3258. Xo'p, endi payta mana ko'rayotgan bo'lsanglar, pastga qarab qo'shib ketaveramiz. Misol uchun 16, 18, 25, 27 mana shunaqa tariqasiz ketaveramiz. Xo'p, endi 16 ni qo'shamiz. Xo'p, 3248 qo'shilgan 16. 3264. 3264. Xo'p. Endi 18 ni qo'shamiz. 3248 qo'shilgan 18. 3266. 3266. 3266. Endi 25 qo'shamiz. Xo'p. 3273. 3273. Hop, 27 ni qo'shamiz. Hop, 3275. 3275. 35 qo'shamiz. 3283. 3283. 40 ni qo'shamiz endi. Hop. 3288. 3288. 47 ni qo'shamiz endi. 47 ni. Hop, 3248 qo'shilgan 47. 3295. 3295. Xo'p.
52 ni qo'shamiz. 3300. 3300. 3300. Hop. Endi 66 ni qo'shamiz. Hop. 3248 qo'shilib 66 3314. 3314. Hop, 68 ni qo'shamiz. 3316. Hop, 80 ni qo'shamiz. 328. Endi 85 qo'shib olamiz. 333. Hop, 99 ni qo'shamiz. 3347. To'g'ri qo'shamiz. Hop. 3352. 3352. 120 ni qo'shib olamiz endi. 3248 qo'shilgan 120. 3368. 3368. Hop, 126 ni qo'shamiz. 3374. Hop, 143 qo'shamiz. 143. 3391. 3391. Hop. 149 qo'shamiz. 3397. Hop, endi 167 ni qo'shib olamiz. Hop, 3200 167. 3415. 3415. 175 qo'shib olamiz. Hop. 3423. Hop, oxirgisi 89 bilan 95 qo'shib olamiz. Hop. 189 qo'shamiz. 3437. 3437. Endi 195 qo'shib olamiz. Oxirgi raqam. Hop. 3443. Mana bolalar tugatib oldik. Bitta sikl tugadi desa ham bo'ladi bu numerologik raqamlar orqali. Hop. Endi bemalol ko'rsanglar bo'ladi qanaqa обработка bo'lganini. Hop, mana bu yoqdan hisobladik. Lowdan. Mana ko'rasizlar. Hozir ko'rsatib beraman har bittasini. Narx ko'tarilyapti. Mana bu yoqdan ko'tarilyapti. Atkat birinchi zonasidan tepaga qarab ketyapti mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Hop. Har bitta zona mana ko'rayotgan bo'lsanglar
bu strategiyani bundan oldingi strategiya bilan Ganfan bilan qo'shib ishlatsanglar yana ham idealniroq bo'ladi. Ishlash koeffitsiyenti yana ham oshadi. Buni ikkinchi darslikda chiqazgan Ganfan strategiya bilan ishlasanglar juda ham idealniy bo'ladi. Misol uchun gradus tortasizlar-ku, eslatayoraman. Gradus tortsanglar, bunaqa gradusga to'g'ri keladigan bo'lsa, mana bu zonalar вообще ham idealniy ishlaydi. Iloji bo'lsa o'sha Ganfan bilan qo'shib ishlatinglar bu strategiyani. Xo'p, mana ko'ryapsizlar qanaqa обработка bo'layotgani zonalarni. Mana. Har bitta zonadan reaksiya beradi narx. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz. Qo'yib chiqaman har bitta zonaga. Har bitta zonadan reaksiya beradi. Mana oxirini ham mana shu zona orqali tugagan. Oxirgi narx mana. Bu yoqdan kelyapti narx hozir. Bu yoqdan kelyapti narx. Mana shu zonaga kelib, oxirgi zonasiga kelib, mana 189-95 zonasiga kelib va sikl tugayapti desa ham bo'ladi. Mana orqaga qarab razorat bo'lib ketyapti. Buni любой joyda hisoblasanglar bo'ladi. Hozir sizlarga bitta misol keltirib berdim. Video uzoq vaqt bo'lib ketmasligi uchun, 1 soat, 2 soat bo'lib ketmasligi uchun любой joyda hisoblab ko'rsanglar bo'ladi. Misol uchun mana bu lowdan tepaga qarab hisoblasanglar bo'ladi. Buni selga qarab qanaqa hisoblayman deganlar uchun selga xuddi shuni teskarisi faqat minusga hisoblanadi. Misol uchun mana bu yoqdan hisoblanadigan bo'lsa minusga hisoblaysizlar. Minus. Mana xuddi shu 8, 10, 16, 18 raqamlarni tepadan narxni olib, shu raqamlarni ayirasizlar, qo'shmaysizlar, pastdan qo'shiladi, tepadan ayiriladi, pastga qarab hisoblab ketasizlar. Uni ham har bitta zonasi idealniy xuddi shunaqa ishlaydi. Любой globalniy high yoki lowlardan hisoblaysizlar faqat buni. Ganfan bilan qo'shib ishlatsanglar, bundan ham idealniyroq bo'ladi. Xo'p, mana ko'ryapsizlar. Qanaqa idealniy ishlaganini mana. Har bitta razvorotini topib beradi desa ham bo'ladi buni. Mana ko'ryapsizlar. Qanaqa zigzag yuribdi bozor bilan chizib ham ko'rsatib beraman. Mana. Ko'ryapsizlar, zonadan zonaga yuribdi. Zonadan zonaga. Zonadan zonaga yuribdi. Xudo xolisa shu bilan bugungi strategiyamiz tugadi. Bo'ldi, hammaga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Xudo xolisa darsni kuzatib tursangiz, bundan ham kuchliroq, bundan ham qiziqarliroq, bundan ham zo'rroq ishlaydigan strategiyalarni o'rgatib boraman. Telegram, Richrise Telegram kanalimga, YouTube kanalimga iloji bo'lsa podpiska bo'lib olinglar. Xudo xolisa Telegramimga matematika, xuddi shunaqa matematik analizlar asosida signallar berib boraman. Tekinga bemalol foydalansanglar bo'ladi. Telegramimga o'tib olinglar iloji bo'lsa. Telegramimga, YouTube'imga bu strategiyalarni xudo xolisa bundan ham zo'rlarini qo'yib boraman. Inshaalloh hammaga manfaatli bo'ladi. Shu bilan hammaga rahmat bolalar. Xudo xolisa keyingi strategiyalarda ko'rishguncha.